Assalomu alaykum qadrli YouTube, Instagram, Telegram kanal kuzatuvchilarimiz. Bugun mana biz sizlarga o'zimiz ishlab chiqaradigan original primak bilan почти bir xil bo'ladigan turetskiy tent original motorcha qo'yiladigan sifatli qalin nержавейкаdan yasalib ustlariga atsinkovka qoplanib hamma narsasi o'sha buziladigan joyi zavodskoy qilib yechiladigan qilingan o'zimiz ishlab chiqariladigan grill apparatimizni yana bir marta obzorini qisqacha qilib beramiz. Bu grill apparatimiz sifati juda ham mustahkam, qalin nержавейкаdan yasalgan bo'ladi. Eng trenddagi, eng sifatli mahsulotimiz. Bu 220 avtomatga ulab ishlatasiz. Hozir biz shunchaki ishlatishligimiz uchun oddiy rizkiga ulab qo'yibmiz. Mana yon taraflarini ochib sizlar uchun ko'rsatish uchun. Mana bu narsalar ham hattoki yechiladi bizda. Chiqib keladi. Masalan, mabodo nimadir bo'lib qolsa, hamma narsasi yechiladi. Mana seplari, motorchalari, mana original motorchalar. Xo'p. Mana bu gaz qismi, gaz magnitga ulanadi. Gazi oddiy, nima deydi? Ham propan, ham metanga yoqsangiz bo'ladi. Mana sistemasi oddiy holat. Mana bu narsalarni mustahkam qotirib, oddiy original motorcha qo'yilib, sistema aylanadigan qilingan. Xo'p, endi bu oldiga keladigan bo'lsak, grillimizga 3 ta six ketadi. Hozir bitta sixini qo'yib obzorni qilyapmiz. Xo'p, sifatlarni tagida gaz yonadigan, olgan klient mana lariga yog' tushadi. Yog' tushadigan bo'ladi. Hop, original Turkiyani tent qo'yiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Turkiya tenti обязательно eng sifatlisi. Sifatli nержавейкаdan foydalanadi. Originali bilan почти bir xil ishlangan. Tepadagisi mana bu knopka. Hop. Tepa tenni yoqadi, ya'ni balanddagi tenini, o'rtadagi tenini. Bu mana uchinchi tenni yoqadi. To'rtinchisi mana ko'rishingiz mumkin. Motorcha bilan sixda aylantirishini. Mana siximiz aylanyapti. Ichlari mana ko'rinishlari. Sifatlari juda ham mustahkam qilib ishlangan. Mana apparatning aylanish qismi mana. Bunaqa spokойно chiroyli aylanyapti. Hop. Bu eng pastdagi gazniki. Mana bunda 3 xil funksiya bor. Ya'ni bir xilni o'chirsa svet o'chdi, faqat motorchani o'zi aylanyapti. Yana bitta bosasiz o'chadi, yana bitta yoqsangiz svetini o'zi yonadi. O'z holiga qaytarib qo'yasiz, tamom. Kimgadir kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil narx-navolar to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan-da qiziq, siz uchun kerakli bo'ladigan kontentlar hali oldinda. Videomizga bir dona like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.